Ghuslul jum'ati vacibun ala kulli muslim. Juma namoziga g'usl qilib kelishlik har bir balog'at yoshiga yetgan erkakka vojib bo'ldi. Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhu bir jumada minbarda turib, shunday minbarda turib va'z qilayotganda Hazrat Usmon roziyallohu ta'ala anhu birodarlari o'zlarini Hazrat Usmon u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovolasi bo'lgan, maqomga ega bo'lgan xalifa 4 chahoriyallarning biri mana shu kishi kirib keldilar. Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhu qilayotgan masalalarni to'xtatib qo'ydilar. Va Hazrat Umarga qarab, masjidga qanday suratda kelding dedilar. Hazrat Usmon Hazrat Umarga qarab aytdi, men dalada edim dedi. Ekin tikin qilayotgandim. Azonni eshitdim, tahorat olib keldim dedilar. Ustuvashingni almashtirib kelgin borib dedilar. Terlagan libosda masjidga kelma dedi. Aqlxonadan chiqib ustuvashingni qoqib qo'yibla tahorat qilib kelma baytiga. Allohning baytiga toza libosingni kiyib kel. Xudoning nonushtasiga qanaqa kiyinib borasan? Oshnening ziyofatiga qanaqa borasan? Vechirlarga qanaqa borasan? O'zingda bo'lmasa oshnening kostyum-shimini so'rab borasan. Allohning baytiga nima uchun toza libosda kelmaysan? Allohning baytiga nima uchun pok libosda kelmaysan? Allohning baytiga nima uchun terlab, hidlanib kelasan? Islom olamida masjiddan boshlanadi poklik. Masjidlar pokiza, obod bo'lsa, uylar pok bo'ladi. Sababiki masjidga yig'ilgan jamoatlarning hammasi erkaklar. Erkaklar degan oila rahbarlari, har bitta erkak masjidga kelib poklikka rioya qilsa, tozalikka rioya qilsa, mana shu rahbarlar borib uylarini, ishlarini pok qiladi. Uy atroflarini pok qiladi. O'zidan qo'shniga chiqindi chiqarmaydi. U qo'shni bu poklikni ko'rgandan keyin bu ham o'sha poklikka o'tadi. Demak, tozalik har bir insonning o'zidan boshlanadi.